Bu mashinani ponni elektr naborotini qilib beramiz. Stikli podiyomnigacha qo'yib beramiz. Simlarning holatini ko'rishingiz mumkin. Mana shu holatda qabul qildik mashinamizni. Mana ketgan simlarni alishtirib qo'yib beramiz. Bu mashinamizga ham bunaqa stikli podiyomni qo'yib beramiz. Bemalol ko'rishingiz mumkin. 4 eshikka 4 stikli podiyomni qo'yamiz. Eshuni knopkalarini qo'yib beramiz. Mana bunaqa plafonlargacha ishlatib beramiz. Mana bunaqa kulchatirlargacha qo'yib beramiz. Eshuni ruchkasida bo'ladi. Mana shu ishlar boshlandi, xudo xolisa ishlarni qilamiz. Videolarni kuzatib boringlar, bitayotgan holatlarni ham qo'yib boramiz. 4 eshikka 4 senter zamon qo'yiladi. Signalizatsiya uстановка qilinadi. Stikli podiyomnigacha qo'yiladi. Bu mashinamizga konditsionerlargacha qo'yilgan. Hammasini ular ponni salonni ochganda, 4 eshikni ochganda salon освещенияларgacha ishlaydigan qilib beramiz. Xudo xolisa. Mana motorlarni ko'rishingiz mumkin. Bu mashinamizda konditsionerlari bor. Bitayotgan holatlarni ham qo'yib boramiz. Videolarni yechamiz. Stikli podiyomniklaringiz tez ko'targanlargacha qo'ygan ekansiz oldin. O'sha ham tez ko'tara olmayapti oynangizni. Mana simlarni yechdi yerda yotibdi. Mana hamma eshikni ochib bitta qarab yotibdi. Mana bu yo'q eshiklarni ochdik. Mana simlarni olib tashlamiz, eski simlarini. Ularga hammasiga yangi metrajli sim tortiladi. Mana senter zamonlaringizgacha yangi simni tortib beramiz. Okey, mana bu yoq tarafini ham mana. 4 eshikni ochib, 4 eshigini simlarni alishtirib, mana eski simlarni hammasi olib tashladi. Okey, faqat yangi qo'yiladi. Mana tabloni orqasini ham dona qilib simlarni ajratib olamiz. Pultingizni mana bu qo'ygan ekan. Bu orqa tarafda qolib ketgan simlari. Buni ham hozir ochib ko'ramiz. Pultingizni mana bu qo'yamiz. Mana ortiqcha narsalar hammasi olib tashladi. Okey, nima bor mashina orqasida dedingiz mana. Hammasini zavod qilib yig'amiz. Ortiqcha narsalar hammasi olib tashladi. Okey, mashinada mana. Shuncha sim o'tgan mana. Bilmayman nimaga o'tgan bilaman mana. Mana bilan olib tashlaymiz. Hozir ko'rib olsangiz bitgan holatlarni ham qo'yib boramiz, videolarni ko'rasiz qilinayotgan ishlarni. Hammasi akkuratni, sifatli bo'ladi. Okey, shoshilmaysiz, cho'tki qilib yig'ib beraman. Mana shu hammasiga aniq izolyatsiyadan o'rab, tiniq qilib yig'ib beraman. Holatini ko'ryapsiz mana. Okey, sekin ochdik. Mana simlar hali endi boshlanishi bu mana. Mana simlar. Bularni hammasini olib qilamiz. Mashinaning ichida pechkani motorchigi yo'q. Konditsioner qo'yganda olib tashalgan ekan. O'shani qo'ydirib kelsangiz, men sizga mana bu yerga qo'yib beraman kulchatirini. Chunki pechkani ichida motorchi yo'q, ichida motorchi qo'yilmagan, yechib tashalgan ekan konditsioner qo'yayotganda. Chunki konditsioner qo'yganda pechka radiator, motorchiga yechib olib tashaladi. Mana rolingizni kristalinasi mana menga tegib ishqalanib qolgan. Bularni hammasini akkuratni qilib to'g'rilaymiz. Zamok orqadagi simlarni to'g'rilaymiz. Mana buni chaynab ketgan orqasida tegib qolgan. Mana rolni kristalinasi bor ana. Burganda mana tegadi mana. Ko'rasizmi, shtekirlik tegyapti. O'shalar ishqalanib, zamekanlik bo'lib birdan kuyib kuyish sababi o'shandan bo'lgan ko'proq. Bularni to'g'rimiz ham yotarab ishi va shkottalashib ketdi. Ichkarida juda simlar ko'p bu yoqda. Ularning eski simlar ham qolib ketgan ekan. Mana hammasini olib boshqatdan tortish kerak mana, okey. Ish vaqti kattalashib ketib qoldi mashinaning ichida bor, bunaqa o'ylab oldik. Endi ochib qilamiz endi. Hammasi bo'lmaydi bular. Holatini ko'rasizmi, tartib etgan uchun. Mana ishlar bo'lyapti, xudo xolisa. Mana simiz erib, mana ichidan erib chiqib ketgan ekan tepaga mana. Erib ketgan polni tegdisi mana. Ertami ishlar kattalashib ketib qoldi. Biz o'ylagan ish emas deb bitta. Endi baribir qilish kerak bu narsalar, zamekanlik bor. Mana joy ko'rgan bo'lsangiz, mana zelenta o'rab, akkuratni qilib mana hamlargacha cho'tki qilib mana, teylarigacha qilyapti mana. Mana bular ochildi mana, erigan joylar topilyapti mana, xudo xolisa. Mana simlar yangi tashaladi, xudo xolisa. Yangi shu knopkalar qo'yib, simlarni hammasini mana tekshirib, polni teydan o'tkazilyapti. Mana ortiqcha simlar hammasi olib tashaladi. Hammasi yana yangi sim olib chiqqanman, turibdi, hammasi yangi qo'yiladi. Yangi sim tortamiz, yangi mana o'zini simlari mana yonib erib ketgan mana. Chaqich bo'ldi mana. Teylarigacha erib ketgan mana, ko'rishingiz. Ular yongan mashina ichi, prosta bilmagan stikida chiqqandi mana. Ularga ham metrajli yangi simdan tashab, hammasini bilamiz, xudo xolisa. Ishla sifatli bo'ladi, xudo. Mana simlar chiqib yo'qdi bu yerdan, simlar erib ketgan ko'p simlar, okey mana. Zamekat qilib, orqaga ketyapti mana shu taraflardan. Tortilgan qachonlardir. Hammasi shtekirlik qilib mana yangi shtekir qo'ydik mana. Simlarni ko'rishingiz mumkin. Ideal holatda qildik. Hamma eshikka kulchatir qo'yib, simlari ideal holatda bo'ldi. Mana bemalol ko'rishingiz mumkin. Oldingi holati bilan hozirgi holati. Hammasi yangi shtekir, yangi kulchatir qo'yilyapti mana. 4 ta eshik ham shunaqa qo'yilyapti mana. Yo eshiklarnikini ham ko'rishingiz mumkin mana. Hammasi sifatli bo'lyapti mana. Xudo xolisa ishlab bo'lyapti mana qilamiz. Bloklarni ham joylab, akkuratni qilib mana. Simlarni to'g'rilab, mana zamilagan izolyatsiya o'raymiz. Mana simlarni dona qilib oldik. Xudo xolisa tablolarni yig'ib, hamda mejaga nakleykalarni qo'yib, yopishtirib qo'ydim. Bitta balandpasini qilaverasiz. Mana bittadan ishlaydi. O'ngga chapga qilib qo'ysangiz, urganda telefonlik mana. Ishlab bo'lyapti mana, ichidan chiqib ketgan eski simlari. Mana afishkalarni yopdik, kulchatirlarni qo'yamiz. Xudo xolisa ishlab bo'lyapti. Okey, bugun ham ancha ishini qilib qo'ydik mashinani, xudo xolisa. Mana bu eshigingiz qulamayapti. Senter zamok alishtirib ko'rdim. Eshikni zamok yaxshi ishlamayapti. Ichida ochilgan ruchkasi ham bir yog'i singan ekan, uni ham boshqa qo'yamiz. Endi ertaga qilamiz qolgan ishlarni. Bugun ham ancha ishi bo'lyapti, xudo xolisa.